Kitap o'qishmi yaxshi yomonga ayrildi. Balalar kitap o'qishning dunyodagi tangdessiz, ahamiyatli ish ekanligini tunib yetsin. U shundala kitobga ishtiyoq bilan kirisha oladi. Şirketler balalarning tilida odatda yaxshi, eski deb ikkiga ayrildi. Şoň balalarga darsdan sirtqi kitaplarni o'qitishda yoki o'qib berishda nimaning tashabbus qilish tegishlik yaxshi odat, nimaning saqlanish tegishlik yomon odat ekanligini balalarning oshu andisi bo'yicha ayrig'im gap qoldi. Kitapni imkoniyatning boricha aynan o'qib berish yaxshi odat. Yig'iz tiliga aylantirib so'zlab berish yomon odat. Ota-onalar texi savodi chiqmagan balalarga hikoya aytib berganda, balaning kitobiy tilni tushunmay qolishidan ansirab, mazmunini imkoniyatning boricha ommabop yig'iz tiliga aylantirib so'zlab beradi. Ammo bu yaxshi emas. Eng yaxshisi balalarga hikoya aytib berishni boshlagandan tortib, kitobda nima bo'lsa, shuni o'lchamlik talaffuzda aynan o'qib berish lozim. Jumladan balalarni hikoya va aqalligi bor kitoblar bilan baldur uchrashtirish uchun ularga hatto rasmli kitoblarga berilgan tushuntirishlarni so'zlab bermay, yozilgani bo'yicha aynan o'qib berish kerak. Bu nuqtani mushu bobning balalarning savodini chiqarish qiyin emas degan bilakda so'zlab o'tgan. Şun bu yerda tafsili to'xtalmayman. Balalarga kitobni tez o'qitish yaxshi odat, aldirmay o'qitish yomon odat. Ota-onalar va muallimlarning ba'zilari balalarga darsdan sirtqi kitoblarni o'qitishda ulardan kitobni aldirmay, xatma-xat, jumla-jumla o'qishni talab qiladi. Menimcha bu eng bema'ni savalliklardan sanalsa kerak. Birovning kitob o'qish iqtidorini dangslashda uning kitob mazmunini tushunishi, asli tutishi va o'qish sur'atiga qaraymiz. Bu ish omil bir-birini to'liqlaydi va bir-biriga turtki bo'ladi. Sur'at kitob o'qish iqtidorini belgilaydigan eng muhim omil. Kitobni xatma-xat o'qiydiganlarni kitob o'qishni bilmaydiganlar deb qaraymiz. Shuning kitobni xatma-xat o'qigandan qurum-qurum o'qiganroq yaxshi. Eng yaxshisi batma-bat o'qish, ya'ni kitob betiga bir ko'z yugurtib mazmunni tushunish iqtidorini yetildirish lozim. Batma-bat o'qish bir xil o'qitish bo'lib, kitob o'qishga intayin usta, kitob batlariga atrofli ko'z yugurta oladigan, qurlarning beshini ko'rsatla oyog'ini tep keta oladigan odamlar shunday qila oladi. Kitob o'qishda yarim avtomatik sevgi yetganda bir butun mazmundan to'liq xabardor bo'lib, uni asli saqlab olgan bo'ladi. Kitobni xatma-xat o'qiganda kitob mazmunining kallamizdagi inkosi bir butunlikka ega bo'lolmaydi-da, uningdan qabul qilganimiz parcha-parcha va yarim yodi bo'lib qoladi. Kitobni tez o'qish tabiiy talantmi emas. Shunda qilaychu deb qag'il bo'ladigan ish emas. Jiddiy mashq qilsa patarda o'rganib olib bo'ladigan hunar mahorat emas. Bu yerdagi tez surat kitobni nihoyat tez o'qib, jiq o'qib berganlar ondan tabiiy tildi. Ba'zi balalarning bu jihatga ilgirlishi kishini hayron qoldirdi. Masalan, kitobga nihoyat amroq bir boshlang'ich maktab bolasi uzunga qolmay kitobni bakmi tez o'qiydigan bo'lib ketadi. Chunki kitobni hikoyaning oxiri qandoq bo'lar degan taqozolik ichida o'qiydiganligi uchun uning kitob o'qish surati kitobxumor cho'nglarnikidan tez bo'ladi. O'qigan kitobning soni asosan o'xshash balalarning kitob o'qish suratimi ancha farqlanib ketmaydi. Şoň balaning kitob o'qish suratini oshirishda uning kitobni ko'plab o'qib berishi kafolat qila olsaqla kifoya. Undan boshqasi bekor. Qizim Jonyoning Palvonlar haqidagi 14 qismliq 30-40 parcha romanini boshlang'ich maktabdagi chaqda o'qib bo'lgan edi. Dastlabda uningga Tangri hamdam Haq Palvon nomli bir yurishni deb berdim. Qolganini ijaraga o'qidi. U chaqlarda bir parcha kitobning kundalik ijarasi 5 mo edi. Qizim dastlabda kitobni asta o'qiydi. Uning uzun qolmayla tez o'qiydigan bo'lib ketdi. Ya'ni har kuni dars o'qib turibmi, bir parcha kitobni 3 kunda o'qib bo'laydi. Jumladan u bir parcha kitobni o'qib chiqishga faqat 1 yuandan 1,5 yuangacha xarjlaydi. Ta'til mezgilida bir parcha kitobni bir kunda o'qib tugatadigan bo'ldi. Hozir hisoblab baxlasam, qizim 8 yoshga kirgan osh chog'larda 200 ming xatlik bir parcha romanni o'qib chiqishiga 4-5 soatlar vaqt sarf qilar ekandik. Buninglik bilan qizimning bu ishni hayron qolarlik mo'jiza deb ketgil bo'lmaydi. Chunki boshqa bolalarmi kitobni ashundaqcha ko'rib bersam, bara-bara tez o'qiydigan bo'lib ketadi.
Balalarda kitap o'qish odatini yetildirishda munlarga diqqat qilgulik. Birinchi, kitapni pichirlab o'qimasin. Maktablarda balalardan tekstni ko'pincha pichirlab o'qish talab qilindi. Ammo balalar bu talabni darsdan sirtqi kitaplarni o'qishga tatbiqlamasin. Darsdan sirtqi kitaplarni ishida o'qisin. Chunki kitapni unlik o'qiganda mazmunni to'liq tushunishga ta'sir etib qolmay, kitapni tez o'qig'im bo'lmaydi. Ikkinchi, hadislarni lug'at aqtirmasin. Balalar kitap o'qishga amdlardan kirishganda nurg'un xam xatlarni uchirtirganlik uchun lug'atga murojaat qiladi. Ammo hadislarni lug'at aqtirganda o'qitgan mazmunning izchilligiga ta'sir etadi, uning bilan balaning qiziqligi bara-bara sovib ketadi. Balalarning bildigan xatlari ancha ko'p bo'lmaganligi uchun biror parcha cho'ngroq asarni qo'lga olgan dastlabki mezgilda o'qib tushunarlarmanmi deb ansiraydi. Bundaq chog'da balani hech qisi yo'q balam o'qiyvering. Tunmaydigan xatlar uchrab qolsin mayli. Tekst mazmunini tushunsangiz hisob, bilmaydigan xatlar bilan ichida mazmunini tushunishingizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan halqili xatlar bo'lsa mendan so'rang deb ilhomlantiring. Buninglik bilan baladagi tushunarlarmi degan ideyasi andishisi tugaydi-da, kitobga bemalol kirishib ketadi. Ba'zilar bala o'qimaydigan xatni lug'atdan o'z izlab topsa kallasiga o'rnab ketadi deb o'ylamdi, ish qilib bala so'rgan xatni deb bermay lug'atdan izlagili soldi ekan. Bunda qilishning qilcha ahamiyati yo'q. Uning ustiga balalarning ko'pinchisi kitob o'qiyotgan chog'da diqqatini chechib ketishni hargiz xohlamaydi. Ammo ba'zi balalar lug'at o'qishga amroq keladi. Undaq balalarni albatta to'smaslik kerak. Muhimi bala kitobni qanday o'qisa ko'ngillik bo'lganligini o'zi belgilasin. 3. Balalar kitobni imkoniyatning boricha ijaraga yoki oriyat olib o'qisin. Balalar ijaraga yoki oriyatga olib kelgan kitobni amal bor tezroq o'qib o'tishga aldiraydi. Qizim Jonyoning palvalarga oid kitoblarning hammasini degidek ijaraga olib o'qigan edi. U kitobning ijara haqini tejash uchun vaqtni chang tutib, har bir parcha kitobni odatdagi chog'larda 3 kunda ta'til mezgilida bir kunda o'qib bo'lalaydi. Kitob o'qish vaqti bir necha kunga cho'zilib ketsa-mu, uning ijarasiga ketadigan pulni jiqdab ketgili bo'lmaydi albatta. Ammo qizim bir yuanch pulni tejab qolsam, uningga yana bir kitobdan ijara ola oladiganman degan qiziqlik bilan har qanday kitobni vaqtni ching tutib tez o'qiydi. Balalarning qancha kitob o'qiganligiga ahamiyat berish yaxshi odat. O'qiganlardan qancha narsa tutolganligini zig'irlab o'tirish yomon odat. Nurg'unlarimiz balaning o'qib bo'lgan kitobdan zot qancha narsani tutolganligini zig'irlab so'rab beqishga amroq. Biraylan boshqalarning tasvisi bilan balasining darsdan sirtqi kitoblarni o'qishiga qo'shilibdi. Ammo balasi biror parcha romanni o'qib bo'lgan hamon baladan roman voqeligini so'zlab berishni, romandagi ta'sirli belaklarni yodlab olishni, yozgan insonlarga o'qigan kitobdagi iboralar va detallarni kirgizishni, hatto kitobdan taassurot yetib chiqishni talab qildi ekan. Balasi ikkinchi parcha kitobni qo'lga olgan chog'da uni birinchi kitobdagi syujet personajlarni unutib ketibsan, kitob o'qig'ining bekorga ketibdi deb ayblaydi ekan. Bu amaliyotda balaning kitob o'qish qiziqligiga suqoq so'sab keldik. Bu hol birinchidan ota-onalarning balani tushunmaganligini, ikkinchidan ulardagi manfaat istikining nihoyat kuchli ekanligini ifodalaydi. Bala biror parcha kitobni qo'lga olgan hamon uningdan o'qiganlarni eslatib olishni talab qilsangiz, balaning diqqati mazmunni eslatib olishga burilib ketadi, kitob o'qish qiziqligi ikkinchi o'ringa o'tib qoldi. Natijada har bir parcha kitob bilan tang balaga yuklangan undaq vazifalar bara-bara balani kitob o'qishdan bazdirib qo'ydi. Qisqasi, u qiziqmaydigan ish xayrlik bo'lmaydi. Shunga balaga kitob o'qishda huzurlanishdan o'zga muddaning yo'qligini tunutish kerak. Shunda balalar kitobga maftun bo'ladi. Balalar ko'pincha cho'chak va romanlarni o'qishga qiziqadi. Navoda bala biror kitobga qiziqib qolsa, bu uning hikoya voqealigiga maftun bo'lib, kitobdagi personajlarning sarguzashtlariga, osh personajlar bilan birga g'oyibona ishtirok qilishga boshlaganligi albatta. Bundaq kitob balaning hayotiga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Umuman balaning o'qigan kitobdagi konkret mazmunni atayin yodlab yurishdan hojat yo'q.
Hatto balangiz 3 oy ilgari o'qigan kitobdagi bosh qahramonning ismi sharifini unutib qolsa-mu, buni o'qiganing bekor bo'pti deb yursangiz bo'lmaydi. Biror asardagi esil jumla va bilaklarni yodlatib olishga kelsak, buning til o'rganish bilan zo'r aloqasi yo'q. Uning ustiga shu esil jumla va bilaklar balani rostilla ta'sirlantiradigan bo'lsa, bola uni tabiiy o'rnak qiladi va yodlab oladi. Mubada aşı esil cümle ve bileklerini siz tanlap bergen bolsanız, onun balangızın yürek tarını çekelişine natayın. Bundaq ahvalda onu balaga zorgu yodlatqızıp yürüşünün qılç ehmiyeti bolmaydı. Kitapның təsiri küçüğü gayibani boladı. Tilimi hem şundaq. Başqalarının kitapdaki cümle ve bileklerini yodlatıb alğınыңız, sizningmi aşındaq esil nərslərini yaza alaydıqlığınızın dirək bermeydi. Til öğrenişten maksat tilde ifadalash iqtidorini oshirib, o'z oldiga uslub shakllantirish. Şunu balalar o'z yoqtirmaydigan narsalarni yodlab yurganning o'rniga kitobdan yana birini o'qisin. Ko'nlarda usti yo'l ochadi, na usti tomosha ko'radi degan gap bor. O'ttir boshlang'ich maktab bolalarining darsdan sirtqi kitoblarni o'qishi na ustining ishiga o'xshaydi. Shunga balalar tomosha ko'rsimi albatta arziydi. Çünkü tamaşımı görüp bakmagan naustının yol açalığıdak ustalardan bulup çıkışı mümkün emas. Demek, ata-analar bilen muallimler balalardan bir parça kitabını okup boğan hamanlam, ahmiyetini his qilish, ta'siratini yakunlash, mazmunini aslitlashni talab qilib yurmaslik kerak. Şuna balangizning televizor ko'rish va elektronlik o'yinchoq o'ynashiga qandaq pozitsiya tutgan bo'lsangiz, kitob o'qishig'mi shundaq pozitsiya tuting. Kitap o'qishdan maqsad mazmunni ko'chirib ekilish emas, balki uningdan tarbiyalash. Şoňa balangiz kitapga kirishgan dastlabki chog'larda balangizning uningdan qandaq manfaatlarni olganligini his qilolmaysiz. Mubada bala kitapni jiq ko'rib, uningdan yetarlik ozuq ola olgan bo'lsa, buning sharofatini kunlarning birida hamon ko'rasiz. Amaliyotda ota-onasidan o'qigan kitobingizdan uni Əstutval, bunu yadlaval degan gaplarni qanchaki az anglagan bolaning kitob o'qishdan erishgan bilimi shuncha ko'p bo'ladi. Soxomlinski bu vaqtdagi tadqiqotlaridan payqagan qonuniyatlar orasida mundaq o'tir qo'ygan. Egallagan bilimning miqdori shu kishidagi aqliy emgakning ko'ngillik bo'lgan bo'lmaganligiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni birov kitobga uningdagi mazmunni tushunib saqlab olish muddasida emas, balki kitobda aks ettirilgan ruhni bog'lash muddasiga yuzlansa, kitobga singdirib etilgan nurg'un shay'i, haqiqat va qonuniyatlar shu kishining inga noita osonlik ko'chidi. Bolalarning kitobdagi xatni o'qishi yaxshi odat, rasmni o'qib bo'ldi qilishi yomon odat. Biraylar mundaq dedi. Balam ərtədən kichik kitobdan bosh ko'tarmaydi. Bergan pullarimning hammasi kitob bo'ladi. Tom kitoblarni 2 kun qolmay o'qib bo'ladi. Ammo hozir bolaning qalam quvvati bekla ojiz. Qilsam bo'larkan. Undaqda balangizning o'qiydiganlari qanday kitoblar? Asosan degidek hajviy rasmli kitoblar. Buning hayron qolmang, dedim u kishiga. Hajviy rasmli kitoblarni ko'rgan odamni kitob o'qidi demaymiz. Çünkü həcvi resimli kitaplar kitap emas, kitap şeklindeki televizor. Demek balanız neçe vaqtdan beri kitap okumaptı, televiziya görüptü. Hazır cemiyetimiz dal surat o'qish davrida turibdi. Surat o'qish deganimiz həcvi resim, televizor yoki kompyuter qatorliqlar orqali surat asos qilingan uchurlarni qabul qilish demakdir. Surat o'qish davrining yetib kelishi kitob xumorligiga zarba bo'ldi. 60-cı yıllarda to'qilgan bolalar uchur qahatchilikda o'sganda olimodisidan biror parcha kitobni uchirtib qolsa, go'yo guhar tepib olgandek unga baxshilab kirib ketadi. Demak, shu kishilarning kitob xumorligi shu davrlarda yetilgan bo'lsa kerak. Ammo 90-cı yillardan keyin tug'ilgan bolalar uchurning g'alyan sadolari ichida yashayotdi. Şuna navada balaninki ko'p vaqt televizor oldida o'tsa, surat uning uchur qabul qilishga asosli vaqtsi aylanadi, surat shaklli uchurlarga mabdum bo'lib ketadi. Natijada u kitob, ya'ni yoziq shaklli uchurlarga ko'nish fursatini qo'ldan berib qo'yib, oxirgi hisobda kitob o'qishga qiziqmaydigan bo'lib qoladi.
Hozir televiziya mas'ulligiga keslik giribtor bo'lib qolgan bolalar nihoyat ko'p. Menimcha bu ota-onalardagi ba'zi bir noto'g'ri аңның kasofati. Masalan, ba'zilar ballarning cho'ng bo'lgandan keyin kitob xumorlardan bo'lib chiqishini umid qilsa-mu, ammo balani kichikdan boshlab kitob ko'ndirishga e'ron qilmay, qandaqdir mushtumdek bola kitob o'qimasimi baribir deb qaraydi. Ba'zilar televizormi bilimning kani, shunga bola televizor ko'rib bu narsalarni o'rganalaydi deb qaraydi. Ba'zilar bolalar savad chiqarish ilgari televizor ko'rsin, kitobni savad chiqqandan keyin o'qisim kechikmaydi deb qaraydi. Yana ba'zilar bolalarning erkin ozoda o'sgani tuzuk, shu topshiriqni ishlab bo'lgandan keyin nima qilsa o'zining ishi deb qaraydi. Bu amaliyotda bola tarbiyalashdagi tepilg'usiz fursatni qo'ldan berib qo'yganlik. Balani nihoyat yaxshi bir odatga yaqinlashtirishdan mahrum qilganlik. Bu ham ko'pincha hollarda bolalarning hayotlik manziliga umrlik yetkazdi. Halbuki surat o'qish hargizmi kitob o'qishning o'rnini bosolmaydi. Chunki yoziq tilining abstrakt belgilari bo'lganligi uchun boladagi til nervisini kamolatga yetkazdi. Shundaqla bola bu abstrakt belgilarning kelgusidagi o'rganishda qo'llanadigan belgilar bilan o'xshash bir narsa ekanligini his qilib yetgandan keyin o'qigan kitoblarning ko'payishiga ergashib darslikdagi o'sha belgilarni bemalol ishlatish imkoniyatini yarata oladi. Kitob o'qish bolalarning aqlini ochadi deyishimizdagi sababmi dal mush. Resim, televizor, kompyuter deganlar odamni surat orqali jalb qiladi. Bo'libmi televizordagi jalbkor suratli uchurlarni qayta azm qilib o'tirishning hojati bo'lmag'achqa, bolalar televizorning oldida o'ltirib, uningda aks etayotgan rangarang dunyoni ko'rsli kifoya. Televizorning bolalarga nurg'un narsalarni o'rgatadigan rost. Ammo uning uchun surat shaklida taqib va bolalarga bevosita so'ndirish xarakteri bolalarning aqlini uyg'otish jihatda kitob o'qigandek rol o'ynayolmaydi. Shunga kitob maktab yoshiga to'shmagan bolalar nurg'un vaqt televizor ko'rishga o'tib ularning aqliy uyg'onishi odatda hisobda ziyon zahmiga uchraydi. Natijada ularning maktab kirgandan keyingi o'rganish tarixiga doim kitob o'qiydigan bolalarga yetmay qoladi. Surat o'qishga odatlanib ketgan bolalar uchurni aktiv hazm qilmay, passiv qabul qilishga ko'nib qolgan bo'lg'achqa, o'rganishda ko'pincha hollarda darmonsizlikni oshkorlab qo'ydi. Shunga tayvanlik bir adib televizor navbatda gul chamg'urlarni turkumlab ishlab chiqaradigan mashinaga aylanib qoldi degan edi. Bolalarni kitob o'qishga baldur qiziqtirgan yaxshi. Bolalarning kitob o'qishi odatda ota-onasi o'qib bergan kitoblarni anglashdan boshlandi. Ular ota-onasi o'qib bergan kitoblarni anglayversa, bara-bara quloq mollisi bo'ldi-da, bara-bara chatma rasmli kitoblarni o'zining o'qib boqisi keladi. Vaqtning o'tishi bilan ularning diqqat nazari oddiy bolalar cho'chaklaridan mazmuni tiran mashhur asarlarga o'tadi. Bu tirishchilik ko'rsatsa o'zidan ishga oshadigan bir jarayon. Ular umuman kitob o'qishga amroq keladi. Demak, ba'zi bolalardagi kitob eransizligini asosan ota-onalarning bolalarga kitob o'qishga baldur kirish muhitini hozirlab bermaganligi keltirib chiqargan. Jumladan undaq oilalarda yo kitob yo'q, bo'lsa-mu ashu kitoblarni bolaga kichik chog'dan boshlab o'qib berishga sal qaragan yoki bolani hadislar televizor bilan qo'llab ko'ndirib etgan. Bunda xohish bolani kitobdan yiroqlashtirib o'tadi albatta. Lekin surat o'qish kitob o'qishning kushandisi emas. Shunga bu ikkisi bolaning hayotida tang mavjud bo'lib tura oladi. Masalan, qizim surat o'qishga izchil hevasmand edi. U oliy maktabga chiqqandan keyinmi kitob shkavidan hajviy rasmli kitoblar uzilmadi. Ammo bu qizimning kitob o'qishiga hech qanday ta'sir ko'rsatgan emas. Chunki uningdagi kitob xumorliq allaqachon mustahkam shakllanib bo'lg'achqa, u nimaning muhim emasligini, o'qiydigan narsalarning vaqti va mazmunini qanday o'ltirlashtirishni obdan biladi. Shuni ota-onalarning samiga solmoqchimanki, bolalar asarlarning qisqartib yozilgan yoki sig'dab bisilgan nusxasini emas, balki asl nusxasini o'qisin. Chunki mashhur asarlarning qisqartib yozilgan nusxasida uningdagi nurg'un mazmunlar qisqartirib etilib, tilni oddiylashtirib etildi. Menimcha bu may bog'lab pishgan mevani yangi peti yemay qoqsilib yeganga o'xshaydi. Uch podshohlik haqidagi qissaning kitobxonlardagi bolalar nusxasi dal shu turdagi kitobga kiradi.
Şoň ballar kitap tanlaganda əsərinin həmmige tunuşluq nəşriyyatlar nəşr qılğan əsli nüsxasını tanlasın. Əsərlərinin sığdap besilgan nüsxasında məzmun qısqartılmagan bolsunmu, kiçik xətdə nəhayət sığdap besildi. Onun üstüge bundaq kitaplarının köpünçisi təcrübəsiz kiçik nəşriyyatlar, hətta mətbuat oğulları basıdı. Misalan, Qızıl Ravaqtıq düşünün aşındaq nüsxası var. Bundaq kitaplar özünü ipiz yoki format kichik bo'lg'achqa elib yurishga erklik bo'lsa-mu, o'qib bo'g'icha odamni orttirib etadi. Balalarni mu bastirib qo'ydi. Uning ustiga undaq kitaplarda imlo xatoliklarimi xili ko'p bo'ladi. Shu balalarga asrning sig'dab besilgan nusxasini ep bermang. Qanaq odam yaxshiga amroq, yomonga o'sh keladi. Uning ustiga balalar yaxshi bilan yomonni bak ayriydi. Shu balaning oq qog'ozdagi pok hayotlik manziliga qandoq belgini silib qo'ymang, u balaning hayotlik musofasidagi ko'riminglagan yaxshi yomon halqalar bilan chambarchas bog'lanib ketadi. Bal tarbiyasi ashu ushshoq xalqlar orqali vujudga chiqadigan ish. Shunga ashu ushshoq xalqlardagi teraxchilik yaxshi yoki yomonlik balaning o'sib yetilishiga nihoyat kuchli ta'sir ko'rsatadi. Kitob o'qish balalarning o'sib yetilishida intayin muhim ahamiyatga ega. Şoň ata-analar we balalar, muallimler imkaniyetning baricha balalarni kitob o'qishga yaxshi odatlarga ko'ndirib, yomon odatlardan to'sish lozim. Bu ham bala tarbiyasining kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim tarkibiy qismi.